Süleymaniye Camisi. O'sha mashhur cami. Çok go'zaldagi barcha camilarning andozasi mana shu masjiddan olingan. Mana shu masjid. Hamma masjidga kirsangiz stili bir xil. Mana shu jami Me'mor Sinan tomonidan qurilgan, me'morlashtirilgan va mana shu narsa Istanbul emas, balki Turkiyani anaqasi nima deydi, bir andozasi. Assalomu alaykum, Sulaymon jamisidan. Ajoyib bu jami me'morchilik, ya'ni Istanbul me'morchiligining eng birinchi durdona asarlaridan biri deydi. Xuddi o'shanday bo'lgan, chunki Me'mor Sinan aynan buni loyihalashtirgandan keyin, qurgandan keyin qolgan jamilar ham shunga o'xshash, saroylar ham, masjidlar ham shunga o'xshab qurilgan. Shunaqa. Jamining orqa tarafida bog' bor. Bog'dan keyin xuddi balkonga o'xshagan narsa bor. Butun shahar Bosfor bog'asi kaftdek ko'rinadi. Endi hozir ko'rinadimi yo'qmi bu yerda bilmayman, lekin juda ham chiroyli. Galata kuvesi, Bosfor bo'g'ozi, yana boshqa narsa.